Ilm egasi bo'lish bu sharaf emas. Bu yuksak mas'uliyatdir. Ilm bilan shug'ullangan inson uchun har bir daqiqa imkon, har bir lahza o'sish uchun zinapoyadir. Ilmli insonning yuragida olov bor. Bu olov haqiqatni anglash, insoniyatga foyda keltirish istagida yonadi. Ilmni tanlagan inson hayotni anglagan insondir. U bir umr o'rganadi, bir umr o'rgatadi va bir umr baraka ichida yashaydi. Bugun esa Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti olimasi, tibbiyot fanlari nomzodi, bakteriologiya laboratoriyasi mudirasi qahramonimiz Bahramova Naziraning ilm yo'li haqida suhbatlashamiz. Bahramova Nazira 1956-yilda Germaniyada tug'ilganman. Otam harbiy bo'lganlar, oyimlar ximiya kafedrasida dars berganlar Milliy universitetda. Maktabni Toshkentda bitirganman. Keyin Toshkent pediatriya institutiga talaba bo'lib kirganman va uni oliy bitirib ilmiy tekshirish institutiga kirganman. 12 yil ilmiy tekshirish institutida epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish institutida infeksiyoz kasalliklar bilan shug'ullanganman. Ilmiy yo'nalishim shunaqa bo'lgan va 1989-yilda tibbiyot fanlari nomzodi bo'lganman. Qahramonimiz 1990-1992 yillarda ushbu institutda katta ilmiy xodim, o'ta xavfli yuqumli kasalliklarni indikatsiyasi guruhi rahbari lavozimida ishlagan. 1992 yildan boshlab shahar nefrologiya markazida shifokor lavozimida, 1994-1998 yillarda esa bosh vrach Toshkent shahar salomatlik markazida, 1998-2000 yillarda Respublika ilmiy tibbiy axborot bo'limida katta ilmiy xodim lavozimida, 2000-2002 yillarda Toshkent viloyati salomatlik markazida bosh shifokor bo'lib ishlagan. 2002-2005 yillarda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida dori siyosati markazini tashkil qilgan va u yerda rahbarlik qilgan. 2005-2018 yillarda Respublika karantin va o'ta xavfli yuqumli kasalliklar markazida o'lat epidemiologiyasi va bakteriologiyasi laboratoriyasi mudiri lavozimida faoliyat yuritgan. Ish faoliyati davomida 70 dan ortiq ilmiy maqolalar, 20 dan ortiq metodik qo'llanmalar nashr etilgan. Ish faoliyati davomida ko'p bor faxriy yorliqlar bilan taqdirlangan. Aynan hozirgi davrda 3 yil davomida Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti bakteriologiya laboratoriyasi mudirasi sifatida faoliyat yuritmoqda. Ilm yo'lida sabot bilan samarali mehnat qilayotgan qahramonimiz ilmiy tadqiqotlari xususida va uning ahamiyati haqida ham so'z ochdi. Yuqumli kasalliklar, ayniqsa mana sil kasalligi, bruselloz kasalligi odamlarga surunkali bemorlar orasida surunkali formalarga olib keladi. Bu nima degani surunkali forma? Odam sekin-sekin invalidlikka olib keladi endi. Surunkali bo'lgandan keyin chiqib ketish qiyin bo'ladi. Shuning uchun shu kasallikni oldini olish uchun, kasallikni endi yuqqan vaqtda davolash uchun mana shu diagnostikumlarni ishlab chiqyapmiz. Kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish afzalroq, chunki o'z vaqtida tashxis qo'ymasa va o'z vaqtida bemorni davolamasa, birinchidan kasallik surunkali formalarga o'tib ketadi va uni davolash ancha qiyin bo'ladi. Ham sotsial faktor tarafdan, ham iqtisod faktor tarafdan ancha davlatga ham odamlarning byudjetiga ham ta'sir qiladigan bo'ladi. O'shaning uchun bizning institutimiz vaksina va zardoblar instituti kasalliklarni aholi orasida ko'paymasligi uchun, vaqtida davolash uchun vaksina va zardoblar ishlab chiqarish yo'nalishi asosiy deb hisoblanadi va shu borada mana biz ikkita diagnostikum ishlab chiqdik.
va uni уже registratsiyadan o'tkazdik va uni amaliyotga tatbiq qilyapmiz. Nima beradi bu? Birinchidan, bruselloz kasalligi bu judayam o'ta xavfli kasallik hisoblanadi. Odamlarning orasida keng tarqalmasligi uchun va odamlar vaqtida davolanish uchun bu diagnostikum judayam dolzarb va kerak deb hisoblaymiz va shu borada ishni boshladik. Ikkinchi yo'nalishimiz o'sha aytganimdek irsinyoz kasalligi. Judayam ko'p bemorlar bilmaydi shu kasallik bormi yo'qmi. Bemor emas. Agar doktorlar ham gumon qiladigan bo'lsa ham tashxis qo'yadigan diagnostikum yo'q bizda, respublikamizda yo'q. Uni oldin sotib olinardi, hozir ancha yildan beri kirmayotibdi respublikamizga va shu yo'nalishda biz ishni boshladik. Nimaga? Judayam ko'p bemorlar sariq bilan simptomlar bilan o'tadi, kechadi kasalligi va sarg'ayib ketgandan keyin gepatit deb tashxis qo'yishadi. Bu yolg'on tashxis bo'ladi. Irsinyoz kasalligi ham shunaqa belgilar bilan bo'ladi. Davolash mexanizmi har xil. O'shaning uchun agar bruselloz, agar gepatit emas, bu irsinyoz deb boshdan bilinsa, shunga qarab davolanishi ham algoritm boshqacha bo'ladi. Shu. Uchinchi yo'nalishimiz eng kerakligi hozir mana prezidentimiz farmonlari bor. Bir nechta farmonlar chiqqan. Aholi orasida sil kasalligini kamaytirish masalasi. Butun dunyo bo'yicha sil kasallik ko'payib ketyapti. Bizda ham shu tendensiya bor. O'shaning uchun shu kasallikni kamaytirish uchun va bor kasalliklarni lokalizatsiya qilish uchun biz mana shu tuberkulin diagnostikumini ishlab chiqarish oldimizda vazifa qilib qo'ydik va shu yo'nalishda ish boshladik. Menimcha ilm bu tuyg'u. Chunki kasb faqat kasb desangiz ilm oldiga yurmaydi. Bu tuyg'u bo'lishi kerak. Buni odam xohlashi kerak ishlashga. Chunki hech qanaqa vaqt nima deydi, granitsasi bo'lmaydi-da. Uyda ham shuni o'ylaysan, ishga kelib ham shuni o'ylaysan, qayerda mehmonda bo'lsang ham shuni o'ylaysan. Nimaga u chiqmadi, bu rezultat nima bo'ldi, bu rezultat nima bilan taqqoslasa bo'ladi. Faqat shuni o'ylayverasan. O'shaning uchun bu tuyg'u ko'proq. O'z vaqtida, men to'g'risini aytganimda, o'z vaqtida kelinlik vazifamdan kechganman, chunki o'sha vaqtda repetitsiya bo'yicha ilmiy ishlarim boshlaganman. Komandirovkam ko'proq bo'lgan. Moskvaga borish kerak edi. Yozma, chizuv, endi bilasiz, o'zbekchilikda mentalitetga u vaqtda, endi hozir unga to'g'ri qarashadi. U vaqtda endi kelinlik vazifamni to'liq ado etmadim. Bolalarim katta bo'ldi. Xudoga shukr, qaynonamlar yordam berdilar. Bo'lmasam eplolmas edim. Ota-onamga rahmat, qaynotamga, turmush o'rtog'imga rahmat, to'g'ri tushunishganiga. Ilm menga birinchidan dunyoqarashim o'zgardi. Ikkinchidan logiическое мышление degan bor, nima deydi? Fikrlash qobiliyati o'zgardi. Keyin har xil odamlar bilan uchrashib, ilmiy sohada ishlaydigan odamlar, anjumanlar, shu nima bilim doiram kengaydi-da. Shu berdi. Keyin qanaqadir foyda keltirgan bo'lsam yurtimizga, bilmayman, ko'proq bolalaringga ahamiyat berdirmadim. Xudoga shukr, bolalarim yaxshi endi, baribir-da endi. Lekin shu yo'limdan qaytmas edim. Xuddi shunaqa ilm bilan shug'ullanardim, o'qish bilan, ilm bilan. Menimcha shunaqa bo'lardi. Menimcha o'sha bo'lardi. Men mamnunman ishimdan, o'qiganimdan, ko'proq shug'ullanardim. Chunki mana 80-yilda ilmni tanlagan bo'lsam, 12 yil faqat shu yo'nalishda shug'ullangan bo'lsam, keyin endi mana bunaqa o'zgarishlar bo'lib ketdi. SR
nima tarqadi. Shu mana shu periodda ancha yil nima yo'qotdim ilm tarafdan. Sog'liqni saqlash tizimini boshqaruvidan ketdim, lekin qaytganimda ilmni ushlab ketaverardim. Вот жизнь такая улыбчивая. Mana har doim kulib turardim-da. Kimni ismi bilmayman. Ko'zlari ham такая улыбается, bilasizmi? Men yoshligimda har doim Natalya Varleyga o'xshatishardi. Kavkazskiy plensida bor edi-ku, ha. Hamma o'shaga o'xshatardi. O'shalar ijro etsalar rozi bo'lardim. Chunki tipajimiz o'xshaydi. O'xshagan edi yoshligimizda. Oldingi nima ilmni boshlaganimda hamma gapirardi. Ilm juda ham qiyin. Nimaga Nina menam qudu quvlagandek deyishardi. Shunga o'xshash nom bersa bo'lardi. Rostdan ham ilm qilish juda ham qiyin. Hozir ancha oson, oldin qiyin edi. Hozir mana media bor, internetlar bor, informatsiya topsa bo'ladi. Oldin bibliotekadan chiqmas edik. Qancha kitob o'qib, keyin bitta fikrga kelish kerak edi. Rahmat, domlalarimiz ancha yordam berishgan bu tarafdan. Baribir o'zing shug'ullanishing kerak edi, o'zing bilishing kerak edi, nimani xohlaysan. Tadqiqotdan nimani xohlaysan. Ishga kirganimdan keyin shu yo'nalishni tanlaganim nimaga? Menga qiziqarli bo'lgan. Har xil yo'nalishda ishlasa bo'ladi ilmda. Yangi o'shanda yengillik qilish kerak, ixtiro qilish kerak. Men o'ta xavfli yuqumli kasalliklar bilan ishlaganimga ozgina ish doiramiz qisqaroq bo'lgan, chunki u keyin ommaviy yo'nalish emas. Epidemiologiya katastrof degan ish bilan shug'ullanganman. Menga juda ham qiziqarli bo'lgan. Epidemiologiya katastrof bu mana hozir zilzila bo'ladimi yoki suv toshqini bo'ladimi, qanaqadir vaziyat bo'ladi va shunda qanaqa kasallik ko'payishi mumkin, uni qanaqa oldini olish mumkin, qanaqa meropриятие, tadbirlar o'tkazish kerak. Mana shu yo'nalish menga ko'proq qiziqarli bo'lgan. Tak, men olimaman chunki shu yo'nalishni sevaman. Ilmiy tekshirish ishini, tadqiqot qilishni yaxshi ko'raman. Menga yoqadi. Bu hayotingizda bir bo'lagi, asosiy bo'lagi deb hisoblayman. Birinchidan yo'nalish tanlashda adashish kerak emas. Yo'nalishni to'g'ri tanlasang, o'zingga shu yo'nalish yoqsa, ishing ham tezroq bo'ladi. Ikkinchidan yo'nalish domla konsultant bo'ladimi, domla bo'ladimi, shularni tanlashda yanishish kerak emas. Chunki o'sha fidoyi odamni ushlasa, shu domlani orqasidan shu yo'nalishda ketaveradi. Uchinchidan hech ham vaqtinglarni qizg'anmanglar. Ilmga vaqtinglarni qizg'anmanglar. Uy ishi ham bo'ladi, bolalar ham to'g'ri, ularga juda ham vaqt ko'p kerak bo'ladi, lekin vaqtinglarni qizg'anmasdan shu ilm orqasidan shug'ullansanglar, yutug'inglar ancha yaxshi bo'ladi. Shu institutda ishlayotganimga juda ham xursandman. Nimaga? Chunki bu institut 106 yillik nimaga? Historiya, tarixga ega. Bu institut SSR vaqtida 3 ta institutdan bittasi edi. Bu yerda ancha olimlar, ancha tadqiqotlar qilingan. Mana shu tadqiqotlarni ozgina bo'lagini bo'lsa ham biza hozir shuni qo'ysak, yo'lga qo'ysak, juda ham mamnun bo'lardim. Shuncha yillik tajriba, tadqiqotlar, shuncha odam ishlagan olimlar ishini davom ettirsam mamnun bo'lardim. Ilm bu har bir kashfiyotdan so'ng
dilning yanada ko'proq ochilishidir. Bu nafaqat bilimni egallash, balki haqiqiy haqiqatni izlashdir. Ilmni tanlagan inson jamiyatga nafi tegishi uchun, yoshlar uchun yangi imkoniyatlar ochib beradi. Ilm bu abadiy qoladigan meros. Shu yo'lni matonatla bosib o'tayotgan qahramonimizning kelgusidagi ishlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilab, keyingi ko'rsatuvlarimizga qadar omon bo'ling deymiz. Hadi.